Hammaga assalomu alaykum hurmatli futbol muxlislari, hammanglarga kattakon rahmat. Kanalimga xush kelibsizlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga bitta like bosib qo'yinglar, kommentariyaga esa video haqida o'zingizlarning fikringizni yozib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'sh, bugungi videomiz mana Texrab o'tayani bo'lib o'tdi. Yangilanishlar bo'ldi, yangi o'yinchilar qo'shildi, freelar bizga berildi. 3-4 ta free berildi. Omad kelganlar tushirdi freelarni, omad kelmaganlar har doimgidek tushira olmadi. Mayli, xudo xolasa menda bu safar ham agar potifam yomon chiqdi, ya'ni men xohlagan futbolchilar chiqmadi. Bu yerda chiqdi, bu yerda Kurtov menda bo'lganicha bu pakka ham ocha olmayman. Shuning uchun men coins yig'madim ham, anaqa ham qilmadim, donat ham qilmadim. Mana bu yerda menda buni ham menda kartasi bor. Ispaniya Super Kubogida Real kartasi menda bor. Bitta Semenoni menda kartasi yo'q. Brunoniki ham menda bor, Rojerski ham menda bor edi, lekin Rojerski menda bor edi, desam uni keyin sotganman buni. Obl kartasi kerak emas menga, chunki Kurtova bor. Qolganlari musur mana. Qo'pol qo'ydim musur. Tepadagidan menda hammasi bor bo'lgani uchun menga ko'nishtirgim kelmadi. Bitta free bor, shuni ochamiz, xudo xolasa. Yana bitta narsa do'stlar. Oldingi videoda aytdim, agar Dragba tushsa gameplay qilaman dedim. Mana men ko'rib turganinglardek, menga Dragbani mana hozir qani Dragba? Mana. Menda Dragbani kartasi tushdi. Bullet hida kartasi tushdi menga do'stlar mana. Bu yerda Terno Barri bilan Didier Dragba tushdi. Eng qiziq, men buni free'da ochganda tushmadi. 100 kunga ochganda tushdi bu. Mana free'da tushma, 8 dan free ochdim, tushmadi. 9-da 100 kunga tushdi mana. 908 dan qaysidir aniq bilan 100 kunga tushdi lekin. Mayli, mana bitta Chriswood tushgan. Xullas 9-dan 8-dan tushdi. Muhimi tushdi. Hozir buni ham gameplay qilamiz albatta. Dragbani bullet header qilib kuchaytirganman men. Aynan bullet headerga xos bo'lib kuchaytirganman. Agar kimga tushgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Albatta kuchaytirishni masalaga ko'rsataman hozir. Mana kuchaytirishgani bullet header skillida. Kuchib olasizlar xudo xolasa. Bu yoq oddiy pak menimcha. Bu yerda 100 coins nima? Bu yerda freegimiz bor ekan, shuni ochib olamiz. Bizga chunki muhim emas, bizga kim tushdi, chunki bizga Dragba tushib bo'ldi. Didier Dragba. KF. Menimcha Romeo Lukaku yo Son degan o'yinchi ekan. Sovmi? Son. Turkiya ligasidan ekan. Ali Sov. Gameplay bor ekan. Yenfesi bor ekan lekin. Uchta uchrashimiz ham. Kimga tushamiz kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana bundan free berdi. Bitta Blitzkrieg Indoneziya bayramlanchi. Men bu yerdan bitta free berdim. Men bu yerdan o'zimda coins bor edi. 200 coinsni yig'ib qo'ydim. Potif chiqmagani uchun men shu pakka ochib yubordim. 200 coinsni o'sha yerga tiqib yubordim. Lekin hech kim tushmadi. Ko'rib turganingdek mana. 200 coinsni mashina ochib yubordim men. Potifga yaxshi o'yin chiqmagani uchun potifga ishlatgim kelmadi. Shuning uchun mashina ochib baribir tushmadi, lekin bekor ketdi, lekin bu yerda potifni baribir tushganda o'ynatmayman-da bularni. Mamından bizga 4 imkoniyat berdi. Menga 4 imkoniyat berdi. 4tasini menga Showtime mana highlights karta tushdi. Ya'ni Kai Havertz highlights karta tushdi. Sizlarga kim tushdi bu yerda? Omadlilar bormi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana ko'p gapirmaymiz, xudo xolasa mana bu yerda ham bitta free ochamiz. Buni ham gameplay qilamiz. Kim tushgan bo'lsa. Men o'zim xohlayotganim, Semenoni mana kartasi yo'q bo'lgani uchun Semenoni xohlayman. Agar Semeni tushmay qolsa, yo Bruno yoki Rafinha bittasi tushsa ham mayli. Hozir mana tepadan 4tasi bittasi tushishi kerak menga. Qiziq menga просто. Semenoni skill health trick или Brunoniki fighting spirit, Rafinha'niki long range curl. Mayli, xudo xolasa ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Semeni yoki Bruno yoki Rafinha yoki Rogers. Kim bu? Aytdim-ku, shuning uchun bunga ko'chishim kelmaydi dema. Mancini tushdi mana. Umuman kerak emas kartasi tushdi menga. Musur kartasi tushdi. Shuning uchun men aynan mana shu potifga ham ishim kelmadi coins.
oldingi ishlatgan coinsim просто ancha video qilmaganim uchun ishlatganman u coinsni pot ochganman, lekin bu yoqda qiziq bo'lmagani uchun просто freeni o'ynab qo'ydim freeni или shu tushdi mayli. Muhimi hozir Dragbaga gameplay qilamiz, albatta. Dragbaga eng muhim. Mana men skillim Bullet Header skillda o'ynayapman. Ikkita Bullet Header qo'yib qo'yganman mana. Bu Darwin Nunez'ni free bergan kartasi Showtime. Buni ham men Bullet Headerga ko'chirganman. Mana buni hozir ko'rasizlar. 639 ta o'yinda 160 ta gol. Gol poacher mana hozir buni ko'rasizlar mana. Finishing 91, heading 94, ili speed 94, kicking power 91, jumping 93, physical contact 92. Ancha zo'r karta. Bo'yi ham baland. Bo'yi 1 metr 80 cm, normalni. Men buni boosteri men Ariel berganman. O'zi booster Ariel ikkita beraman, yana Ariel qo'shganman. Chunki mana boosteri qaranglar qaysiga beradi. Finishing, heading, jumping va physical contactni beradi. Aynan bu Bullet Headerga xos booster bo'ladi o'zi. Shunaqa Bullet Header kartalarga berish kerak shu boosterni. Mana bu Dragba. Focusing the box, himoyaga ham qayta, centerga ham qayta, o'ynaydi, hujumda ham qoladi. Va eng qiziq qaranglar, qancha o'yin o'tkazgan qaranglar. 46 ta o'yinda 48 ta gol. Yani bu jinno statistikada bu. Buni faqat men Bullet Header qilib o'ynayotganman. Faqat Bullet Header urgan bu. Ko'rasizlar, 48 ta gol Bullet Headerda kalla qo'ygan gol uradi. Pasti. Agar yaxshi himoyachilar bo'lib qolsa, qiyin bo'ladi albatta. Mana Van Dijk bo'yi balandlari bor, Van Dijk bor, Bares dedim. Yana kim bor? Ana stamplar tushib qolsa, lekin qiyin bo'ladi вообще. Lekin tushmadi, tushsa yana qo'ydim. Mana buni statistikasiga qaranglar. Finishing bunda ham 91, heading 95. Qaranglar. Jumping 99, physical contact 91. Voy, bu jinnat statistika lekin. Mana physicalga beradi. Men o'zim bunga ham Ariel booster berganman. Buni skillari heading, bullet header, knuckle shot, acrobatic finishing, first time shot, penalty spaces, kapitanskiy, xolos shunaqa skillda. Mana kuchaytirishni anaqa ko'rsataman hozir, qanaqa kuchaytirishni. Mana 8, 10, 4, 13. 8, 10, 4, 13. Buni anaqa kuchaytirish usuli 10, 2, 11, 11 mana. 10, 2, 11, 11. Ko'rol deydigan umiddaman. Xudo xohlasa bunda birinchi pot sostav bilan pot sostav qiziq bo'lmagani uchun, bitta o'yinchi ochganim uchun potda o'ynamayman bu safar. To'g'risini potda chunki men kerak o'yinchi agar Semenyo tushganda yoki Rafinha yoki Fernandes tushganda o'ynatib ko'raman, lekin bu Manchiga tushdi himoyachi. Bitta o'z bo'lgani uchun o'ynatib kelmadi. Shuning uchun Dragbani gameplayini qilamiz albatta. Mana Messini men shuni tushuntirganman. Aynan pastga tushuntirganman Messini men. Pastga tushuntirganman. Mana minta pastcha o'yinda 15 ta gol. Assist 233 ta. Mana qaranglar, pas bor, driblinglari bor bo'lgani uchun tushuntirganman men buni. Mana Kurul 97, aylantirishlari bor. Ular shunaqa o'ynaymiz xudo xolasa. Divizionga ham beraman. Men просто Dragbani o'ynataman deb ancha kuchli o'yinchilar tushdi menga raqiblar. Himoyada Dragbaga berishmaydi pasti. Ana stamplar Van Dijklar tushgan raqib shuning uchun ko'p yutqazdim. Yani 105 ta lose, 82 ta win, 40 ta durang. Mayli, hozir endi gameplay qilamiz xudo xolasa. Sizlar videoni ko'rasizlar, joy ko'rayotgan bo'lsanglar ham videoga like bosib esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Kimdir mendan kanaldan atsatsiya qildi. 49 ta bo'lib qoldi yana do'stlar, shuni ko'paytirish kerak podpischiklarni. Yana 49 ta bo'lib qoldi, yana stream o'chib qoldi. Stream men presimda stream qilmoqchiman. Shunda e-futbol o'ynayotgan ko'rinadi. Lekin o'yin kirgan paytim laglar bo'lib, men e-futbol ko'tarmayapti. Stream qila olmayman do'stlar. Xudo xolasa albatta buni to'g'rilab, xudo xolasa streamga qaytib, xudo xolasa stream qilishni boshlayman yana xudo xolasa. Sizlar kanalga obuna bo'ling, videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Esdan chiqmasin shu narsa, eng muhim narsa bu. Agar bu sizlarga tekin like bosishlar, kommentariy yozishlar, podpiskaga bosish tekin sizlarga o'shansiz va ketsa bir 10 sekund, 15 sekund vaqtlar ketadi, lekin bu menga
Juda katta motivatsiya bo'ladi do'stlar. Juda katta motivatsiya. Mana hozir mana ikkita antena chiqdi, bekor bosib yubordim man ikkita antenani. Hozir qotib ana birinchi diviziondan berdi. 17 mingdan adashmasam 17 mingdan hech narsa berdi, lekin birinchi diviziondan berdi. Qochmasa bo'ldi ish qilib. Qani. Mana bu bizga juda zo'r himoya. Biz uchun zo'r himoya. Chunki ikkita himoyasida ham, zaxirasida yo'qmikan? Yo'q, bo'ldi. Ikkita himoyasida ham bo'yi past o'yinchilar do'stlar. Bu yerda Baresi, bu yerda Cannavaro. Mana ikkita bulut bo'yi baland, bo'yi baland emas, lekin buni sakrashlarda baland kuchaytirganim uchun Cannavaro bilan Baresi juda qiynaladi do'stlar. Mana qo'yib qo'yganman bu yoqqa. Stretchingga. Hozir buni to'g'rilab olamiz. Albatta Dragbani 95 anaqasi bosh bilan o'ynashi. Nunezga 93. Hausenga 90 qo'yib qo'yaman. Mana qaranglar. Oho. Menga ham muhim narsa himoyasi bo'yi past bo'lgani uchun menga juda yoqdi. Kamofla qilib ketdik mana. Let's go. Bosa qoling. Tez. Bo'ldi bosa, xudo xolasa o'ynaymiz. Agar yutsak, xudo xolasa yana bitta o'yin qilamiz yoki bitta o'ynamamchi bo'ladi. Agar yaxshi ko'rsata olmasa o'zini, yana bitta o'yin qilamiz, xudo xolasa. Ko'ramiz, xudo xolasa. Mashinani tez raqib. Mana Gennaro Gattuso, mana raqibda bo'lsa Jurgen Klopp adashmasam. Jurgen Klopp ekan, Al-Ahli jamoasi ekan. Saudiya ligasida o'ynaydigan jamoa Al-Ahli. Mana let's go do'stlar. Eng muhim narsa qotmasa bo'ldi ish qilib 5 ta himoya qo'ygan, raketdan himoya qilib qo'ydi, raketdan defensiv qilib qo'yibdi. Mayli. Hozir bu anaqani yopibdi. Biz albatta ochish harakat qilamiz va anaqa gol uramiz. Aytdim-ku, tepgani gol bo'ladi, kalla qo'ygan gol bo'ladi buni. Men ko'raman, Kunde bilan anaqa orqaga o'tkazib, Serginioni yopmoqchi. Hozir men bosh tomondan o'tmoqchiman, Messi tomonidan o'tib, uni ochmoqchiman joyini. Voy, qayerga ketdi? Ko'kchu qayerga yugurmadi? Nimaga Ko'kchu yugurmadi? Men tushunmadim shuni. Hozir men Messi bilan aralashtirib, Serginoga joy ochmoqchiman. Ko'rasizlar, Ko'kchuni aralashtirib, Serginoga joy ochmoqchiman. Endi bitta pas berib, bu yerda ikkita bulut qilib gol uradi, xudo xolos. Kirt. Tepara o'ynar ekanlar raqib. Sezib qoldi. Voy, biladi, nimaga ham keldi? Nima qildi? Qanaqa penalti? Ko'ringlar, qanaqa penalti bo'lgan? Men chalgan, yiqilmadi ham Zlatan nimaga? Qanaqa penalti bo'ldi bu hozir? Voy. Raqibim nishonlayapti, bir qilib. Endi durang qilib nishonladi. Men gol urganni nishonlamadim men. Mana. Chalgan ekanman. Lekin tep bo'lgan payt keyin penalti berishmabdi. Chunki tep bo'ladi raqib uje. Mayli. Lekin raqib nishonladi, men nishonlamadim gol urganimda. O'zi biladi endi bu yo'g'iga. Qish ketib qoldi. Nunez pas bera olmaydi-da, yaxshi pas bera olmadi Nunez. Bir ochiq deyman-da, shuning uchun mashqdan hujumga o'tadi bular. Anqaraylar mana. Malol. Himoyachilar ham turibdi, nima qilishini bilmay. Pas ber. Yaxshi. Ko'kchu Messiga. Messidan Serginoga. Sergino ketib qoldi, u yoqdan ketib qoldi. Messi. Kurtu yonidan o'tkazib, qanaqa o'tkazib olish mumkin yonida?
Himoya qarshi palatda, chunki bu tomon ochiq deyman-da. Bemalol olib ketish mumkin. O'zini o'ng tomonida. Hamma o'yinchilar mana bu tomon turibdi-da. Shunisi ozgina qiynayapti. Haqqa kalla qo'yyapti. Nunez. Demak, mashina ochiqmanda. Bemalol olib ketish mumkin. Lekin men jimchimchisiga berib qo'ymayman. Bu yog'iga. Cho'zib turadi. Messi ham bor-ku. Ne kirding ya omadi hozir? Messi. Yaxshi. Aha. Bitta pay o't. Yaxshi Serginho. Ah, Kunde plus. Kunde bermadi pastga. O'zi bosib oladi, men pas bergandek urardi-da, Nunez menimcha katta ehtimol bor. Qanaqa qilib urib ketish mumkin bunaqa qilib? Ya'ni anaqasi yoqimmikan smartasistda. Menimcha yoqsin, chunki o'tgan pasda o'tyapti, tepgani gol bo'lyapti-da bu. Menimcha yoqib smartasistda mana. Menda o'chudi smartasist. Qayerga beryapsan? Birinchi o'yindan asabim chiqib turibdi bor-ku. Himoyam sust. Menimcha bu smartasist yoqib o'ynayapti, chunki o'tgan pas bergan o'tyapti-da bunda. Menda umuman tepgani gol bo'lyapti-da bu. Bunaqa o'ynash bilmadim. Buni qanaqa o'ynaydi bunaqa deb. Qayerga ketyapti Drogba? Qoch. Qoch ekinde bile kunte. Mana ketdi. Bu sefer Sajin emas, biz anaqa Robertson deb beramiz. Ha, yaxshi pas beradi. Degan paytim chichyapti Robertson ham mana. Men smartasist yoqib o'ynayapti bu 100%. Mana xudo xolasa iyunni boshlarida yoki may oxirida mana shunaqa o'zgarish bo'ladi. Smartasist yoqqanlar smartasist bilan o'ynaydi. Ya'ni smartasist yoqqan bilan yoqqan o'ynaydi. Yoqmagan o'ynaydi divizionda. Ya'ni bir-biriga tushib qolmaydi. Yangilanish bo'ladi, shuni kutaman men. Chunki smartasist yoqib o'ynaganlar vapshida. U pas bergani o'tadi. Tepgani gol bo'laveradi bunaqalar. Oddiy halol o'ynayotganlar bo'lsa, azob chekib qolaveradi. Mana aytaman-ku. Bemalol tepaveradi. O'yinchilar ham 0 prosta. Yoki o'zim boshqara olmayapmanmi? Tushunmadim men. Ezuradi. Qanaqa men buni o'ynash mumkin? Yaxshi. O'tdi mana. Va, endi bu o'tgan payt afzalga chiqib ketadi bu ham. Mayli. O'zi himoya yoqadi himoya. Befoyda-da o'zi. Men sizga ko'rsataman, smartasist yoq o'chirligini menda mana. Menda o'chiq smartasist do'stlar. Unda yoqiq-da. Menimcha po-любому, chunki o't pas bergani o'tyapti, tepgani gol bo'lyapti. To'g'ri, o'yinchilar kuchli, Zlatan bor, Sola, lekin bunaqa bo'lish kerak emas. Uzoqdan ham qiyshiq turgan holatda ham tepib gol ketadi-da bular. Ha, bular ham o'zlaricha bo'lib to'xtat qilmoqchilar endi. Zlatan bilan. Xudoyim. Drogba Nunez pas bersam, Drogba tepdi, oson tepib qo'ydi-da, prosta. To'sib qo'ydi plus. Qani Trent, qayerda yuribdi Trent bilet, qanotida bilet. Turmaydimi joyida? Tep bilet. Dudra himoyada bilet. Anqara.
Qanaqa to'solman, qanaqada o'tib turibdi вообще men qaranglar mana. To'sib turibman matchman keyin manaqa pressingni to'sib turibman. O'tish kerak emas bunaqada. Kimga beryapman? Nunez ham biladi, boydan beri chichib biladi. Eplab pas bera olmayapti. Buni qo'yib mana qiyin edi o'zi. Trend yo'q ekan, Trend o'rnida kimga qo'yayotgan ekan? Ha qaranglar, qaqa kelib qo'yyapti bu. Mana вообще o'yin o'xshamayapti borku. Internet ham 3 ta chiqib turibdi, unda ham 3 ta internetniki yaxshi, sal anaqalar bor, qaranglar mana. Hammasi unda o'xshayveradi, bunda smartasi yoqib qo'ygan uchun hammasi o'xshaydi, menda hech narsa o'xshamaydi. Hammasi unda o'xshaydi, menda hech narsa o'xshamaydi o'zi. Pas bergan, bilet. Qaranglar, koppa ham bu usholmaydi bu Messi. Xudoyim, bir-biriga urushib lekin bir tomon o'lsa, men faqat Dragbani gameplay qilishga kirganman. Divizion ko'tarish uchun, yutish uchun kirmagan, просто Dragbani men gameplay qilmoqchiman. To'g'ri tushuninglar bu tomonini ham. Men aynan Dragba agar hozir men statistikani anaqa taktikani o'zgartirib 4-4-2 qilib o'ynasam bo'lardi, men lekin gameplayni Dragbaga qilganman. Shuning uchun men Dragbada faqat o'ynayapman. Shundan to'g'ri tushuninglar. Men hozir o'ta yutqizish emas, to'g'ri yutqizsam asabim chiqadi, lekin meni aynan o'yindagi anaqam menda tema, ya'ni mavzuyim gameplay, Dragbaga gameplay deyman. Dragba boshida gol urdi. Bu yaxshi damchi. Yog'iga himoya qo'yib yubordi, himoya chunki juda slabiy. O'zim ham buki boshqara olmayapman o'yinchilarni, вообще joyida turmayapti o'yinchilar ham. Anaqa yugurib oldin ketib qolyapti. Muhimi Dragba kalla qo'ygani gol urdi. Nunez har doimgidek anaqa Nunez вообще sakramayapti ham borku. Mana уже qotyapti internet, ko'rasizlar-ku mana. Internet qotyapti. Ha. Bu bilan qanaqa gol urish mumkin, o'ynash mumkin? Tushunmaydi buni qanchaga. To'rib qanaqa pas berayotganini ko'rayotganim yo'q bunaqa internet qotishida. Voy bilat. Qaqa ketdi o'zi. Bundan o'xshaydi pastda. Bundan qotmaydi. Faqat menda qotadi internet. Bo'lmasa Wi-Fi daman mana. To'g'ri antena ikkita uchta chiqadi, lekin Wi-Fi damanda. Qotish kerak emas. Nimagadir Dragbagani free berdi. Bu yerda mana free bor. O'yin o'ynab ko'ramiz xudo xolasa. MT gameplay bosamiz. Chunki bu o'yin bo'lmadi. To'g'ri Dragba gol urdi. Lekin bo'lmadi. Shuning uchun boshqadan agar bundan ham shunaqa bo'lsa, shunaqa internet qotib, shunaqa smartasi yoqib o'ynaydigan bo'lsa, shuni sira chiqib ketaman o'yindan. Chunki bunaqa bilan o'ynab bo'lmaydi, smartasi yoqib o'ynagan bilan o'ynab bo'lmaydi. Endi to'g'ri, smartasi yoqib o'ynasa ham bo'ladi. Faqat yangi o'yinchilar, yangi o'yinchilar deganim, yangi kirib kelganlar uchun o'rganib olish uchun shuning uchun yoqiladi. Yoki mana bunaqa tajribali, akkaunt zo'r o'ynashni biladiganlarga smartasi yoqib o'ynash bu uyatda, pashti. O'yin o'zingizni qo'lingizda bo'lmaydi, ya'ni pas berasiz, lekin aniq pas berish uchun smartasi o'zi futbol o'zi avtomatik to'g'rilab beradi pas. Shuning uchun o'yin o'zingizda qo'lingizda bo'lmaydi. Yutsangiz ham o'choqsiz bo'lmaysiz. Shuning uchun to'g'ri smartasi faqat yangi foydalanuvchilar uchun, ya'ni o'ynash bilmaganlar uchun, o'rganib olish uchun, lekin unaqa tajribalilar o'ynash uchun bilmadim lekin. Uyat просто anaqilarga. Mayli. Kim tushdi Zlatan? Yana Zlatan bilan Zlatan tushayotgan bizga. Voy.
Maldini bilan Pepe turibdi. Bu yoqda mana Nunez bilan Drogba-da. Qanaqa bulut qidirib qilsa bo'ladi buni? Mana shuni tushunmadim borku. Pepe ham ana Maldini'mi bermaydi-da, u Drogbaga. Xudoyim. Fucker. So'kib yozibdi bu nikiga. Fuck degan so'z yomon so'z-da, so'k degan so'z. Plus. Akkaunt zo'rda buni, lekin ko'rasiz divizionda 3-divizion mendan ham past reytingda 6 millionda o'ynayapti. Reytingi 6 million. Bunaqa akkaunt bilan 6 million o'ynash bilmadim. Mana ko'ramiz, lekin bermaydi deb baribir Drogbaga bular. Ozman temani anaqasam bo'lardi, 4-2 qilib yoki boya aytganimdek. Lekin mavzusi boshqa-da, menda nomi mavzusi boshqa. Shuning uchun men aynan gameplay mana shuni o'ynash majburman. Ha bu Messi Pepe'ga yetib olmayapti. Pepe yetyapti Messiga, biladi. Tezligi normalniy bo'lsa. Biladi. Tez ne dolduriydi. Yaxshi mana. O Drogbaga pas. Mana bil offside. Sani yurishim kerak edi ozgina. Kutishim kerak emas. Shoshdim-da, просто men shoshib qoldim. Lekin kalla qo'ydi, ko'rdinglar. Sal uzoqroq bo'lsa, kalla qo'ydi, lekin почти aniq debdi, sal tepaga yetib qoldi faqat. Voy, qanaqa olmadi hozir? Drogba qanaqa olmadi? Oyog'ini tiydan o'tib ketdi-ku. Vaqtida shimay qilamda, bu shimay qilgan urush bilmadim, lekin qanaqa ursa bo'ladi. Niye vaqtida bermayapti? Kutib turib beryapti. Bu internet slabiyligidan-da. Ping yaxshi emas. Kebeq Robertson sandan boshqa ilojimiz yo'q, chunki men qanaqa kep olib qo'yib yuboradi bular. Hech manga ololmaydi shunaqa. Qayerga ketyapti? Xabar senga pas bergan bo'lsa, yugurib bu yoqqa ketib nima bor? Qopdan ol, keyin yugurmaysanmi? Bularga ham hayronman, Qachi ketdi. Sergino mashdagi parod qilma, faqat Drogba yugur, Drogba. Anqara. Onagina sani Sergino plus. Qayerga pas berasan Sergino? Voy. Qanaqasiga qizil beradi birinchi fol uchun? Tishda dalba yo'q. Uzr so'kinganim uchun bu qanaqa qizil bo'ladi? Voy xudoyim, ana bu yog'iga parotlanib boshlandi yog'iga. Naqo mashg'ulot shunaqa o'yinda shunaqa parot kalla qo'yadi bular. Muhim o'yinda. Uncha muhim emas, lekin baribir endi birinchi taym o'zida qizil olish aynan bir qidir bo'lganim uchun. Sal qoldi mashinga penalti berardi, masalan, sal tegandi Zlatinga. Lekin qizil lekin nohaq berildi. Sariq bersa bo'ladi, lekin bu qolgan o'yinlardan ko'rganman-ku. Ko'ramiz, o'zimiz ham o'yinimiz-ku. Orqadan chalsa, shu raqamdan sariq beradi, ko'pincha sariq beradi. Lekin aynan menga kelganda bu qoida ishlaydi, faqat menga qizil beradi.
pas berlaring, habi. Anqara. Voy bu Kellini plus. Shunaqa sababga tegyapti hozir. Ketdi. Bu yoqqa emas edi. O'zim qadam ketdi bu yoqda. Bu yoqqa bosvordim-da. Anqara. Bosdim-man. Internet sababli kech beryapti. To'g'ri pas bera olmayapti-da, mana o'yinchilarim. Uzr, ketdi. Ketdi. Drogba. Yo, men kech pas bermoqchiman yoki erta vaqtli pas bersam, Drogba o'yinchilar vaqtida joyida turmayapti. Kech bersam, uje kech bera olmayman, chunki to'sib qo'yyapti ani. Kurtuvanda, men qotib internet chichyapti mana. Vaqtli bersam, bu o'yinchilar joyida turmayapti, pas hech ketib qo'yapti. Yo oldiroq borib beraman desam, pas bera olmayapman. Mana bu yerda ham internet qotib, odam masalan buzyapti. Shuni ham pas bera olmasdi hozir Robertson agar o'shaqa berganimda. Qish pas berardi. Voy bu, onasiga ketmadi-da. Ketdi Messi. Messi bera olmaydi baribir. Qo'tyapti vayron qara. Yarga ko'rinyapti qo'tayotgani. Lekin men shunda ham o'ynayapman. Ber pas o'tsa mana shu Robertsonga Sejinoga o'tganda urardim borku, hech kim yo'q edi yonida. Hausen nima qilibdi bu yoqda? Shuni tushunmayman. Hausen nima qilibdi hujumda? Messi Sejinoga ber, ketdi. Ana endi Drogba. Qattiq yuribdi Drogba, Ko'rdinglar-ku qattiq yurgan Drogbani. Voy, bilat ochiq bo'lganda Drogba orqada yuradi. Voy, bilat Drogba shunday imkoniyat va o'tuvdi, hech kim yo'q edi, pas bersam bo'lardi. Drogba orqada yuribdi. Zo'r imkoniyat bo'ladi-da urishga borku. Orqada yuribdi Drogbani qaranglar-da. U kelguncha mana bular kelib bo'ladi uje. Xudoyim. Tepmaydimi internet bilan? Tepmaydimi? Tepishni bosganman-ku, men voqli bosib, o'sha chiqishini ko'rganimda bosib qo'yganman tepishni. Nimaga tepmaydi? Tepishni bosib qo'yganman-ku. O'sha chiqishini ko'rishim bilan o'sha tepishni bosib qo'ydim men. Vaqtida tepish kerak edi. Cho'zib internet past lekin mana yana bitta isbot bu internet. Pastligi slabiylik internetda. Asabim chiqib ketdi. Hamma kattakon rahmat. Videoga like bosinglar. Kommentariy yozib obuna